Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Keling. O'tiring qani. Rahmat. Endi yoshingiz katta. Endi ko'p ko'rgansiz. Maslahatingiz kerak edi-da. Bizda mana maslahat beradigan. So'ylang. Men bir siyam egizagi bo'lgan qizga uylanganman. Hop. Xotinimni yaxshi ko'raman. Qaynisinglimni yomon ko'raman. Qaynisinglim endi juda bir bezbet biza bilan yashaydi-da. Biza bilan yashagani mayli. Biza bilan birga yotadi hamda. Xo'sh. Endi qaynsingil degan nomi bor. Undan ham yomoni bu qaynsinglim turmushga chiqmoqchi. Bu qanaqasi endi? Kuyov bo'lsa ichki kuyov bo'lib qaynsinglim bilan yashamoqchi-da. G'alatida ertaga bu bosh ikkita bo'lgani bilan boshqa xo'jaliklar bitta-ku. Hozirdan g'alati bo'lib ketyapman-da, rashk qilib. Shunga maslahatingiz kerak, nima qilay? Endi men nima deyman? ChatGPT nima deyapti?